Bir kishi Hasan Basriy rahimahullohning huzuriga kelib dedi: "Mening eshitishimcha, har bir qilingan gunohning jazosi bor. Men Allohga ko'p martalab gunohlar qildim, ammo u meni jazolamadi-ku." Hasan Basriy rahimahulloh dedi: "Bolam, Alloh seni bir necha bor jazolagan, ammo sen bilmagansan. Birinchi, u sendan munojat qilish halovatini tortib olmadimi? Bir necha kunlar o'tsa-da Qur'onni Alloh uchun ochib o'qimading. Bu jazo emasmi? Bir qancha kechalar o'tsa-da tahajjudga turmading. Bu jazo emasmi? Alloh seni zikridan to'sib qo'ymadimi? Seni molni, obro'ni va shuhratni yaxshi ko'radigan qilib qo'ymadimi? Qalbingga toatni og'ir bo'lib qolganini sezmayapsanmi? G'iybat, chaqimchilik va yolg'on gapirish senga oson bo'lib qolmadimi? Alloh senga oxiratni unuttirib, eng katta g'amingni dunyo qilib qo'ymadimi? Ramazon, Shavvolning 6 kuni, Zulhijjaning 10 kuni kabi savob mavsumlari kelganida sen ularni g'animat bilmading-ku. Shu jazo emasmi? Allohning jazolarining eng yengili seziladigan, bilinadigan jazolardir. Jazolarning og'iri sezilmaydiganidir. Allohning jazosi sezilishdan ancha yuqori turadi. Oxiratni unuttiradigan dunyo ila seni mashg'ul qilib qo'yishi uning iqobidir. Oxirat ilmlarini tark qilish evaziga seni dunyo ilmlari ila mashg'ul qilib qo'yishi uning iqobidir. Senga ko'p mol dunyo berib, ammo toatning lazzatini bermasligi uning iqobidir. Robbim biz sezmay turib qancha jazolar ila jazolaydi. Alloh saqlasin.